Kim bu narsa ozgina og'ir botdiki, nimaga? Meni o'sha yerda o'ylatib qo'ygan narsa, meni ham oldimda farzandlarim bor-da. Nima ota-onam yoshiga yetib olish chiyapman-ku, g'irret o'tkib o'tdi kunlar. Ertaga meni ham farzandlarim orqamdan cho'g'li kampir deyisharmikan degan narsa o'tdi-da. U yigit kishini deyman, gapirmaydigan darajada dahshat darajada o'shada turibdi-da endi. Qo'rqqanimdan emas, nima ishim bor meni, nima ishim bor sani deb qolsa, munosabat, lekin o'sha menga dars bo'ldi. Bu ham Xudoning bir ilingan narsasi menga. Menga emas, boshqa odamga eshittirsa ham bo'lardi bu narsa. Lekin menga eshittirib qo'ydi, stengida mashina qolmaguncha o'sha yerda qolib ketdim. O'ylab. Mana shunaqa munosabatda bo'ladiganlar, mana shunaqa muomala qiladigan yigit qizlarimiz bor, o'smirlar bor, oliftalar bor. Shularga ham bir tavsiyangiz bo'lsa. Gapirishadi o'zligicha, paxan, adasini paxan, mamashka, ya bir qariya aytganingizda, har xil o'zligicha. Chol kampir, jargon nomli qo'yib yuborishganda o'zligicha. Bunaqalarni o'qigan namozi ham bir teng, aka. Siz bunaqalarni masjidga kelishi, tutgan ro'zasi ham bir teng bunaqalarni. Avvalo Qur'onda Alloh nima dedi? Ota-onangiz qarli yoshiga yetsa, hattoki wala taqullahumma uffin dedi Alloh Qur'onda. Uff degan so'z ham yetmagan deyapti Alloh. Qarang, uff degan so'z ham yetmagan. Ko'zdan nur ketadi. Tahoratga borolmay qolgan holat bo'lib qoladi, yotib qoladi, o'tirib qoladi. Shu bolamga og'irlik qolmamdi, rosa hijolat bo'ladi bechora. O'sha paytda ham uff degan so'z yetmagan deydi. Ulug' vali odamlarni maqbarasiga ziyoratga borsangiz, ulug' valiyullohlarni bir holatni ko'rasiz. Tepaga onalarning qabrlarini qo'ydirgan. Maqbaraning ichiga tepada onaning qabrlari. Sal pastroqda otaning qabrlari. Otadan sal pastroqda ustoz yotibdilar. O'zlari qanilar? Tepaga onani qo'ydiribdilar. Otalari sal pastroqda yotibdilar, qabrlari. Ustozlarining qabrlari sal pastroqda. O'zlari qanilar deganda, o'zlari ostonada yotibdilar. O'zlari ostonada yotibdilar. Tarbiyani qarang. O'zlari ostonada yotibdilar. Mana shunda islomiy tarbiya bo'lishi kerak-da. Qo'ylatib qo'yish kerak. Namoz o'qidimi, ona otaning hurmatini joyiga qo'yish kerak. Jigarlarning hurmatini joyiga qo'yib qo'yish kerak. Qo'ni qo'shni o'rtasidagi oqibat, yori do'stlar o'rtasidagi oqibat, hammasining o'zini qoidasi bor, tartibi bor. Endi ota-ona hamma narsaga buyursa itoat qilish kerak, illo gunohga boshlasa itoat qilinmaydi. Masalan, "Voy, assalom, boratda menga aroq kelib berdi ota. Ya sigaretga chiqib kelib chopqillab deydi." Ya unda itoat qilinmaydi. Ya masalan, gunohga boshlayapti, o'g'irlikka, bir ifloslikka boshlasa, unda itoat qilinmaydi. Lekin hamma yaxshi xizmatini qilish kerak. Va oldida ham, orqasida ham hurmatini joyiga qo'yish kerak. Toshkentda birlik dahasida Olovdin hojiga borlar, mayit yuborlar, g'assollik qiladilar. Zo'r inson. Alloh yo'lida ishlaydigan zo'r inson. Hoji aka, Olovdin hoji aka. Butun yarim Toshkent taniydi bu odamni. Otalari bo'ladi, Nosir hoji ota. G'assollik qiladilar. Endi mana Nosir hoji akaning qo'llarida bir 5-6 joyga borganlarda billa boring, mana bir amaliyotda ko'ring, mayitni qana kapallashi. Kitobda ko'rganmiz-ku, teoriyada ko'rganmiz, amaliyotda ko'rmaganmiz deb 3-4 joyga olib borganlar meni o'zini shu vaqtda janozaga, mayitni yuvish ko'ring deb. Shunda Shuhrat aka degan bir yaxshi inson bo'ldilar. O'rizor bozorida tojirlik qiladilar, savdogarlik qiladilar, yaxshi odam. Shu odamga men ixlosimcha oshgan. Shu Shuhrat akaning otalari o'lganda borganmiz. Qariyani yuvish taxtasiga olishdi. Olishganda tansa esa old ko'zini ochib ketadi. Qariya doda. Mayit qotib qo'ygan bo'ladi. Muzdek tana. Yuvilgandan keyin bo'shashib, tana bo'shashadi. Suv bilan yuvilgandan keyin. Taxtaga qo'yilganda otaning kallalari muallaq bo'lib qoldi havoda. Shunday turibdi-da, yerga taxtaga tegib turibdi, kalla havoda turibdi. Nosirxon hoji ota endi yuvatdilar, men endi qarashib turibman. O'rganyapman. Shunda Ali Shuhratga o'g'illar yig'ilib, "Amakijon, odamlarning boshlari og'rib ketdi, turur havoda. Mana shu yostiqni boshlariga qo'yib qo'ydi, yangi yostiqni olib turib, mayit yuvargan stulga shunday qo'yib o'tdilar-da. Odamlarning boshlari og'rib ketdi, jon amaki.
ana hurmat. Ana hurmat qanaqa bo'ladi? O'zim ruh chiqib ketgan. Quruq tanani o'zi. Ruh chiqib ketgan Arshi A'loga. Lekin tana bo'lsa ham otani tanasida. Otani tanasiga hurmat shunchalik bo'lsa, bu odam juda chiroyli qaragan ekanlar, oq yub, oq tarab. O'zi kasal yotib qolgan odam hidlanib ketadi. Yara bo'lib ketadi badanda. Chaqaloq bolani qaragandek, shunaqa paqpuqlab qaragan ekanlar. Mana shunaqa bo'lsa farzand Allohdan niyat qilamiz. Nima bu gapim bilan bu Shuhrat akaga maddohlik qilgan joyim yo'q. Bu narsani aytmayman. Mana shunaqa farzandlar ko'paysin ilohim. Alloh deydigan, ota-onam deydigan. Borida ham, yo'g'ida ham hurmatini qilib, ketidan duo qilib, chirog'ini yoqib, kalima tilovatini qilib, otani, onani haqqiga duo qiladigan farzandlarning soni ko'paysin ilohim.